Azizlar, demak, omadli tomoshabin aksiyasi g'oliblari aniqlanadi. Bir emas, 3 ta omadli tomoshabin kim bo'ladi? Demak, 2 ta televizor va maishiy texnikalar to'plami. Hafta g'olibini aniqlaymiz. Hammaga omad, ishtirok etayotganlarga e'tiboringizni ushbu televizorga qaratasiz. Biz birinchi televizor egasini aniqlashga tayyormiz. 3 2 1. Marhamat. Omad yor bo'lsin. Generatori va qaysi omadli tomoshabinni telefon raqamlarini hozir bizga tasodifiy tarzda aniqlab beradi. Bu generator bilib olamiz. 93 kodi bilan 63 65 raqami. Tabriklaymiz sizni. Bir necha soniyalarda bizga ma'lumotlar kelib tushadi. Azizlar, faqatgina g'oliblar omon-omon dasturida jonli efirdagina aniqlanadi. Shuning uchun har tongda dushanbadan shanbaga qadar soat 6:45 dan boshlab albatta omon-omonni ko'ring. Keldi Ubaydullayeva Fotimaxon ismli andijonlik bizni muxlisimiz hozir birinchi televizorni qo'lga kirityaptilar. Demak, ularga qo'ng'iroq qilamiz. Marhamat 63 65. Bizni agar ko'rayotgan bo'lsangiz maxsus so'z kodi omon-omon salom deb qo'ysangiz bo'ldi. Siz jonli efirni ko'rayotgan bo'lasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Salomatmisiz? Xayrli kun. Allohga shukr, sizlarga ham. Ubaydullayeva Fotimaxon sizga kim bo'ladilar akajon? Ayolim. Ayolingiz bo'ladilar. Tabriklaymiz unda. Unda tanishsak, o'zingiz ismingiz nima akajon? Ubaydullayev Abdujalil. Abdujalil aka. Tabriklaymiz. Televizor muborak bo'lsin. Televizor sizga muborak bo'lsin. Jonli efir ko'ryapsiz men nazarimda, chunki ovozimiz ham eshitilyapti. Ko'ryapman. Rahmat. Nega unda kayfiyatingiz yomon? Televizordan eshityaptilar hozir. Xursandchilik bo'lib ketdi-yu. Yaxshimi? Oshposhlarni solib qo'yingmi o'zi anjanchasiga qilib, devziradan. Rahmat, salomat bo'ling. Tabriklaymiz. Keyin bizni xodimlarimiz qo'ng'iroq qilishadi, sovg'ani qanaqa qilib olib ketishingizni tushuntirishadi. Albatta, bog'lanishadi. Omad yor bo'lsin. Demak, biz ularga muvaffaqiyat tilaymiz. Hamisha shunaqa yutuqlar bardamon bo'lsin. Keyingisiga e'tibor qaratamiz. Keyingi televizor kimga nasib etar ekan va undan keyin esa biz hafta g'olibini aniqlaymiz. 3 2 1 ketdik. Xo'sh. Keyingi televizor egasi 91 kodi bilan. Keyingi raqamlar sir tutiladi va 73 74. Tabriklaymiz sizni. Muborak bo'lsin yana bir yurtdoshimizga televizor. Hozir esa bir necha soniyalarda keldi. Ismoilova Muhayyoxon Qashqadaryo va biz Muhayyoxonga qo'ng'iroq qilamiz. 73 74 raqamiga bizga javob bersalar, bas biz bu xushxabarni ularga yetkazamiz. Marhamat. Abonent xizmat doirasidan tashqarida. Ana. Demak, bu xabarni ma'murlarimiz yetkazishiga o'zi ko'rdim, kimdir ertalab bundoq doirani ko'tarib qaqadir ketyapti, shu odam bo'lsalar kerak deb o'yladim. Muborak bo'lsin televizor sizga va albatta ma'murlarimiz birozdan so'ng sizga bog'lanishadi. Qayerdan sovg'ani olishingiz borasida ma'lumotlar. Hafta g'olibini aniqlaymiz. 3tasi birda maishiy texnikamizni kimga nasib etar ekan, kimga tegishli bo'lar ekan ko'ramiz. Marhamat, e'tiboringlarni yana tasodifiy raqamlar generatoriga qaratishinglarni so'rardik. 3 2 1 ketdik. Marhamat. 3tasi birda kimniki bo'ladi? Krivush mashinasi, sovutkich va televizor egasi 95 kodi bilan 40 39 raqam egasi. Tabriklaymiz sizni va ularga hozir bir necha soniyalarda qo'ng'iroq qilamiz. Qanday zo'r. O'tgan gal to'y qilayotgan insonimiz yutib olgandilar. Juda ham keragida, vaqtida yutilgan sovg'alardan biri bo'ldi. Bu gal ham mana shunday kerakli insonga chiqishini xohlaymiz. Egasi Xudoyberdiyeva Nargizaxon Jizzaxdan bizni muxlisimiz hozir bu sovg'ani qo'lga kiritmoqdilar. 49 abonent egasi. Biz ularga qo'ng'iroq qilamiz. Xo'sh. Noto'g'ri berilgan. Rahmat. Ikkinchi raqamlariga harakat qilamiz. Bo'lmasam qo'ng'iroq qilishga. Xo'sh, ikkinchi raqamlari. Ikkinchi raqamlari. Nega shunaqa paytda to'g'ri raqamlarni kiritmaysiz, a? Urishib beryapsizmi?
Yo'q, baribir ro'yxatdan o'tayotganda kimdir shoshib noto'g'ri raqamlar kiritib qo'yadi yoki raqamlarni boshqacha ko'rinishda yozib qo'yishadi va mana shunaqa yutuqli jarayonlarda esa bu xalaqit berishi mumkin. Xo'sh, Hozir raqamlar bo'yicha ham qiynalib ketdimman. uchtasini birda darrov bu sovg'ani ulashish ham qiyinchilik tug'dirayotgandir balki sizga. Xo'sh. Xuddi o'zim berayotgandek. Biz omadli tomoshabin aksiyasi 26 dekabr sanasigacha bo'lib o'tishini yana bir bor eslatamiz va bosh sovrin 50 million so'm egasi aynan siz bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun faolroq bo'lamiz, harakat qilamiz. Oz qoldi, azizlar, oz qoldi. Demak, mana shunaqa pul mukofotlari ham bor. Bosh sovrin sizniki bo'lishi mumkin. Aynan ballar yig'ib, yaqinlarga ulashib, astoydil ishtirok etayotganlar bor. Chin dildan yaxshi niyat qilamiz. Mana shunaqa doimiy va omadli tomoshabinga nasib etsin. Bu raqamga ham qo'ng'iroq qilib bog'lanib bo'lmadi. Ismlari Xudoyberdi va Nargizaxon. Tabriklaymiz biz ularni. Mamoda ko'rayotgan bo'lsalar xursand bo'ldilar va birozdan so'ng albatta ularga bizni ma'murlarimiz qo'ng'iroq qilib ma'lumotlarni taqdim etishadi. Muborak bo'lsin sovg'a. Bugun 22 dekabr, 26 dekabrda esa aksiyamiz o'z yakuniga yetadi. 50 million so'mlik g'olibimizni aniqlaymiz. Bu aksiya haqida hali xabardor bo'lmagan yurtdoshlarimiz bo'lsa, hozirgi videorolik aynan siz uchun. Ketdik. Marhamat. My5 ni ko'ring, 50 millionni qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'ling. Mening yurtim telekanali omadli tomoshabinlarni aniqlaydi. Mega aksiyamizni boshlaymiz. Unda ishtirok etib har kuni televizor va pul yutuqlari, har hafta maishiy texnikalar to'plamlarini qo'lga kiritishingiz mumkin. Bosh sovrin esa 50 million so'm. Ishtirok etish mutlaqo bepul. 24 noyabrdan 26 dekabrgacha har kuni soat 16:00 dan 18:30 gacha sirli raqamlarni elektron pochta belgisi Promobank botga yuboring. G'oliblar har kuni jonli efirda Omon dasturida aniqlanadi. Aksiyada qatnashish uchun ro'yxatdan muvaffaqiyatli o'tgan ishtirokchilarga 10CV platformasidan 30 kun davomida bepul foydalanish uchun vaucher taqdim etiladi. Eslatib o'tamiz, aksiyada 18 yoshga to'lgan yurtdoshlarimiz qatnasha oladilar.